31-mart ishlar xudo xolasa boshlangan. Bog'lar tayini agatini olib, arig'ini olib, mana bu ovozni eshiting. Asalari zo'r changlab beryapti. Mana xudo xolasa gullarni ko'rib turibsizlar, nasib qilsa. Ilohim hammani gilosi guli ushasin, mevani tushsin. Xudo xolasa bir dehqonlar ham maza qilib meva sotsin. Iqlim o'zgarishi bo'lib, har xil joylarda saftonni sug'urib qo'ygan, ertak saftollarda uni sug'urib qo'ygan, buni sug'urib qo'ygan, o'rida gulni urib qo'ygan, har xil holatlar bo'lyapti. Avvalo Xudo hammaning ishiga baraka bersin, dehqonchilariga baraka bersin. Xudo xolasa bu giloslarimizni nasib qilsa pishgan paytda mevasi qo'yib o'tamiz. Qanchalik gulni ushagan, qanchalik ushamagan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.